Mijozlaringiz ketib qolyaptimi? Biznesda ishlaringiz yurmayaptimi? Mijozlarni qanaqa qilib jalb qilishni bilmayapsizmi? Bugun aynan ko'p biznes egalarini qo'rqinchli tushiga aylangan mana shu muammoni hal qilamiz sizlar bilan. Ya'ni bugun tushunib turganingizdek, sodiqlik dasturi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. Keling loyalty program haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Ya'ni sodiqlik dasturi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lib olsak, sodiqlik dasturi nima uchun kerak? Boya aytib o'tganimdek, mijozlaringiz agar sizni tark etayotgan bo'lsa yokida biznes ishlaringiz yurmayotgan bo'lsa, mijozlarni qaytarish niyatida bu dasturni o'rnatishingiz mumkin. Bu dastur qanday o'rnatiladi? Bugun shuni sizlar bilan Odo sistemasida qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun har doimgidek Odo sistemamizga kirib olamiz va bugun birinchi qiladigan ishimiz sozlamalar bo'limiga kirib turib discount and loyalty ni yoqib qo'yamiz. Hozir sizga tushuntirib beraman buni yoqish nima uchun kerakligini. Xo'p, menda allaqachon bu funksiya yoqilgan. Pitichka qo'yib qo'yamiz va buni saqlaymiz. Saqlashni hech qachon esingizdan chiqarmang va sozlamalardan chiqib ketamiz. Endi bizga kerak bo'ladigan modul bu point of sales moduliga kiramiz. Point of salesda har doimgidek o'sha sanab o'tadigan dashboard, order, products har safar produktga kiramiz va lekin bu safar produktga bosganimizdan keyin produkt bo'limiga o'tib ketmaymiz. Pastda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita options qo'shilgan. Ikkita options, ya'ni ikkita bo'lim qo'shilgan. Xo'p, discount and loyalty bugun bizga hamroh bo'ladi. Pastdagi gift cardslar, uni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Discount and loyalty ga kirib olamiz va bu yerda ko'ryapsiz, menda qo'shib qo'yganman allaqachon, lekin sizlarda u boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Men ularni sizlar uchun shu yerda ko'rinishini qilib qo'yaman. Ya'ni mana shu yerda ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda, ya'ni sizda. Xo'p, keling hozir meni holatimda ko'rib chiqaylik. Bu yerda har doimgidek new tugmachasini bosish orqali yangi yaratib olamiz va uni nomlaymiz. Mana bizga sistema o'zi 10% chegirma laptops, ya'ni notebooklar uchun 10% chegirma deb yozib qo'yibdi. Biz ham shunday nom bersak bo'ladi yokida loyalty program, sodiqlik nima? Sodiqlik dasturi deb qo'ysak ham bo'ladi. Sodiqlik dasturi. Xo'p. Buni saqlaymiz nomini. Bu yerda currency USD, ya'ni o'zbek so'mida, price list agar sizda bo'lsa qo'shib olishingiz mumkin. Oldin so'zlagan bo'lsangiz. Xo'p, bu yerda pastda ko'ryapsiz rules and rewards, ya'ni qoidalar va siz ishlab oladigan narsalar, ya'ni mijoz ishlab oladigan cashbacklar desa ham bo'ladi. Bu yerda mana o'zi default sozlamasida agar minimum 50%, ya'ni $50 sarflansa 10% bu yerda chegirma qilib berishyapti sizning mahsulotingizga. Xuddi o'zi aytib o'tganidek $50 dan, ya'ni kompyuter narxi oshgan va 10% chegirma qilib berishyapti. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, keling endi biz boshqacharoq qonun qoida o'rnatamiz. Bu qonun qoidalarni bizga kerak yo'q, shuning uchun ya'ni o'chirib tashlaymiz. Discount, mayli discount qolaversin. Qaysidir mahsulotga chegirma qilib beramiz. Lekin bizda qanday qoida bo'ladi? Misol uchun mijoz kelib sizdan ikkita narsa xarid qilsa, uchinchisini keling tekinga berib yuboramiz. Hozirgi kunda bu narsa juda ham optimallashib ketdi. Ya'ni fast foodlarda uchratasiz, ikkita lavash olsangiz, bittasini tekinga qilib berishadi. Xuddi shunday. Mana bu yerda ham biz keling, menda bitta hozir mahsulot bor, boshqa mahsulotlarim qayerdadir yo'q bo'lib qolgan. Xo'p, My Products degan mahsulotim bor.
Shu mahsulotni agar siz 2 dona xarid qilsangiz, men sizga u mahsulotni bittasini tekinga berib yuboraman. Ya'ni free product. Va bu yerda produktni ham qo'shib qo'yamiz. Keling, yana o'sha produktni, my produktni tekinga berib yuboraman. Mana ko'rib turibsizki, bu juda ham oson bitdi. Bularni o'zi avtomatik yoniq bo'ladi. Shunda ham baribir ham esingizdan chiqarmang. Available on degan joyi bor. Point of sales da yoniq bo'lishi kerak, sales modulda va website modulda yoniq bo'lishi kerak. Bular juda ham muhim narsa. Xo'p, point of sales da close shopda belgilab qo'yamiz. Ya'ni qaysi kassada buni ko'rinishini xohlaysiz degan so'rovnoma turibdi va biz o'zimizni kassamiz, ya'ni close shop kiyimlar do'koni kassasi uchun qilib qo'ydik va buni saqlaymiz. Keling, eng qiziqarli joyi bo'lgan sinov usulini bajaramiz. Close shop kassasini ochamiz va bizni qiziqtirgan narsani, yangilikni ko'ramiz. Mana bu yerda kassaga kirdik va my produktni tanladik. Bundan 2 oldik va bizga bittasi tekinga tushyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni mahsulotimiz 20 ming so'm edi. 3tasini olganimizda u 60 ming so'm bo'lgan bo'lar edi va biz 3ta mahsulotni 2ta mahsulot narxiga sotib olyapmiz. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, xullas darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga like bosing, obuna bo'ling, izohlar yozing. Albatta kutib qolamiz. Bu kanalimiz rivoji uchun juda muhim. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.